Etnos va millat bir xil narsami? Ko'pchilik bu ikki so'zni bir xil deb o'ylaydi. Lekin adashasiz. Keling, 30 soniyada farqini bilib olamiz. Etnos bu umumiy kelib chiqishi, tili, an'analari va madaniyati bo'lgan odamlar guruhi. Bu qon'iy bog'liqlik. Masalan, dunyoning qaysi nuqtasida yashashidan qat'iy nazar o'zbeklar bu bitta etnos. Millat esa siyosiy tushuncha. Bu bitta davlat va umumiy qonunlar atrofida birlashgan fuqarolardir. O'zbekistonda yashayotgan o'zbek, rus, koreys, tatar hammamiz birgalikda bitta millatni, ya'ni O'zbekiston millatini tashkil qilamiz. Qisqasi, etnos madaniyat va qon, millat davlat va pasport. Keyingi safar qaysi so'zlarni solishtiramiz? Izohlarda yozing va sahifamizga obuna bo'ling.